Toshkent, Erkinpo'st, Toshkentga kirish. Mana bitta bo'ri cho'chqa kirib keldi, hozir ko'radi. Yaishning okalarimiz to'xtatishdi. Mela kirib keldi Toshkentga, pura cho'chqalar. Ehtiyot bo'lib taom yeyverasizlar. Aziz birodarlar. Assalomu alaykum. Ushbu video murojaatim haqiqiy musulmon rahbarlarga, O'zbekistonda ishlayotgan mutasaddi xodimlarga. Mana men endi ko'ryapman, vagoni bilan O'zbekistonga cho'chqa kirib kelishini. Hozirda o'zida bularni orqasiga qaytarib olinglar, nazoratni kuchaytirmasanglar, butun mana olim ulamolar aytadi-ya, cho'chqa boqilgan joyda hech qachon baraka bo'lmaydi. U yurtdan fohishalar, ateistlar, it o'g'rilar, xalqning pulini yeydigan itvachchalar ko'payadi, narkomanlar, butun iflosliklar hamma o'sha yurtda bo'ladi. O'shaning uchun buni oldini olib, hozirda o'zida yo'qotinglar. Men iltimos qilib xalq nomidan so'rayapman. Hattoki mana cho'chqa yeb o'tirgan ayrim bir vaynerlarni ko'ryapman. O'tarchi, masqaravozlar, dorini kayfiga, narkotikka berilib ketyapti, ateist bo'lib ketyapti. Bu Allohdan qo'rqmayapti hech kim. Yaratganni qarab turishidan hech kim qo'rqmayapti. Bu cho'chqa go'shini yegandan keyin nima bo'ladi holat? Hozirda o'zida yo'qotinglar buni. Fayzi baraka qochadi yurtimizdan.